Ayol bu shunchaki mehr ramzi emas, u buyuk o'zgarishlar katalizatoridir. Millatning ertasi beshik boshidagi alladan emas, ona qo'lidagi kitobdan, uning zakovatidan boshlanadi. O'zbek ayoli nafaqat oila o'chog'ining qo'riqchisi, balki raqamli kelajak, buyuk kashfiyotlar bunyodkoridir. Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, jamiyatda ayolning o'rni yuksalsa, davlatning ham qaddi va qadri yuksaladi. 2025-yilga kelib bu siyosat qog'ozdagi raqamlardan real hayotdagi taqdirlarga ko'chdi. Joriy yilda mamlakatimizda juda katta forumlar, konferensiyalar o'tkazildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta'lim, fan, madaniyat sohalaridagi faoliyatini muvofiqlashtiruvchi UNESCO bosh konferensiyasining 43-sessiyasi O'zbekistonda o'tkazildi, ya'ni Samarqandda o'tkazildi. Bu so'nggi 40 yil ichida mana shunday nufuzli tadbirni Fransiyaning o'sha Parij shahridan tashqarida o'tkazilganligi xalqaro hamjamiyat tomonidan juda katta e'tirof etildi. Ya'ni O'zbekistonni bugungi kunda mana shunday nufuzli tadbirga ham mezbonlik qilishi va aynan unda ko'tarilgan masalalarda faol ishtirok etishi e'tirof etildi. Alohida ta'kidlab o'tish kerak, mana shu UNESCO bosh konferensiyasi doirasida UNESCOning gender masalalari bo'yicha shu departamenti bilan hamkorlikda gender tengligini ta'minlashga qaratilgan alohida yondosh tadbir o'tkazildi. Har 2 yilda UNESCOni gender tengligini ta'minlash borasidagi hisobot e'lon qilinadi va mana shu hisobotda o'tgan davr mobaynida erishilgan natijalar sarhisob qilinadi. Ayni shu yo'nalishda ham mana shu yondosh tadbirning Samarqandda tashkil etilishi alohida ramziy ahamiyatga ega. Nega deganda, mana o'sha vaqtda UNESCO bosh kotibi Odre Azulixa xonim o'zini mana shu sayt inventdagi ishtiroki davomida alohida ta'kidladiki, aynan UNESCOning gender tengligini ta'minlashga qaratilgan hisobotini O'zbekistonda taqdim etilishi bu O'zbekistonda gender tenglik siyosati borasida amalga oshirilayotgan ishlarning e'tirofidir deb alohida ta'kidladilar. Albatta, mana shu jarayonlarda mamlakatimizda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash, ularni muammolarini hal etish, rahbarlik lavozimlariga tayinlash, sog'lig'ini mustahkamlash, iqtisodiy, ijtimoiy muammolarni hal etish borasida davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda butun dunyoda ayollarning shu ilm-fanda, tadqiqot ishlarida ulushi oshib bormoqda. UNESCO ma'lumotlariga qaraydigan bo'lsak, bugun ilm-fan sohasida xotin-qizlar ulushi ilm-fanda faoliyat olib boruvchilarning 3/1 qismini tashkil qiladi. Tadqiqotchilarning 33% ham xotin-qizlar tashkil etadi. Shu bilan birgalikda mana muhandislik, texnika yo'nalishlarida olib borilayotgan ishlarda ham ayollar ulushi bugun 28% ni tashkil etmoqda. Bu o'z navbatida o'sib borishni ko'rishimiz mumkin. Nega deganda, ayollarimiz butun dunyoda bo'lgani kabi, agar O'zbekiston misolida aytadigan bo'lsak, aynan ayollarni shu texnika, ishlab chiqarish, muhandislik sohalarida ham yaratilayotgan imkoniyatlardan kelib chiqib, ularni shu sohalardagi ulushi oshib bormoqda. Rahbarlik lavozimlariga ayollarni tayinlash masalasida kvotalar ajratish yoki rahbar ayollarni zaxiralarini tayinlash, o'sha Davlat boshqaruvi va siyosat akademiyasida alohida kurslar tashkil etilgan yoki boshqaruv samaradorligini oshirish agentligi bilan hamkorlikda, oila va xotin-qizlar qo'mitasi bilan hamkorlikda o'sha rahbar ayollarni zaxirasi tayyorlab boriladi va maxsus kurslarda ular o'qitiladi. Bu zaxira kadrlar asosida ularni rahbar lavozimga tayinlash masalasi qo'yilgan va bu olib borilmoqda. Bundan tashqari boshqaruvni har bir instansiyasida, bu tuman, viloyat, respublika darajasidagi rahbarlik yoki masalan parlamentda ayollarni ulushini oshirilish masalasi, Vazirlar Mahkamasi, Oliy sud tarkibi tizimida xotin-qizlarning ulushini oshirish masalasi ham kun tartibiga qo'yilgan. Davlatimiz tomonidan yaratilayotgan shart-sharoitlar, imkoniyatlar natijasi bugun ilm-fan taraqqiyotida yangi sahifa ochmoqda. Quvonarlisi shundaki, bunda xotin-qizlarimizning hissasi
nihoyatda sezilarli. Mamlakatimiz aholisining qariyb teng yarmini xotin-qizlar tashkil qiladi va mana shu ayol xotin-qizlar ham mamlakatda iqtisodiy, ijtimoiy hayotida muhim o'rin tutadi. O'zbekiston tarixida umumiy holatda O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 15 nafar akademik ayollar bor. Bugungi kunda shu 5 nafari o'zini sohasida ayni vaqtda ham faoliyat olib bormoqda. Falsafa doktori ilmiy darajasini olgan 5182 nafar ayollarimiz bor. Fan doktori ilmiy darajasini olgan xotin-qizlarimiz 783 nafarni tashkil etadi va bu ayni vaqtda raqamlar oshib bormoqda. Ko'proq shu ayollarimiz o'zini sohasi bilan birgalikda texnika, ishlab chiqarish, muhandislik yo'nalishlarida ham tadqiqot olib borib, o'zlarining ilmiy ishlanmalari va tadqiqotlar orqali mana shu olimalikka ilmiy doirada o'zini o'rnini topmoqda. Biz har yili Yil ayoli milliy tanlovini o'tkazamiz va mana shu milliy tanlov doirasida alohida nominatsiya belgilangan, ya'ni yilning eng olima ayoli nominatsiyasi. Joriy yilda mana shu respublika bosqichiga taqdim etilgan hujjatlarni ko'rib chiqish jarayonida shu narsaga guvoh bo'ldikki, o'sha aynan ishlab chiqarish yo'nalishida, o'sha tog'kon metallurgiya sohasida juda yaxshi ilmiy ish qilgan ayollarimiz va ularning ishlanmalari bugun katta yirik shu kombinatlarda yoki bo'lmasa aksionerlik jamiyatlari faoliyatida tatbiq qilinib, korxonalarni ishlab chiqarishdagi salohiyatini oshirishga, amaliyotga qo'llash natijasida o'sha yaxshi samara berayotganligini guvohi bo'ldik. Demak, imkoniyat berilsa, sharoit yaratilsa, ayollarimiz ham erkaklar singari ilm fanda ham o'zlarini o'rniga ega bo'lishadi va bu yo'nalishda o'zlarini salohiyati va imkoniyatlarini namoyon qilib bera olishadi. O'zbekiston Respublikasida olima ayollarni tarbiyalash, ularni o'sha inson kapitali darajasida 3-renessans ishtirokchisi sifatida ko'rish bu juda quvontiradi. O'zbekiston siyosatida bunga ahamiyat berilayotganligi, xususan 2030-yilgacha ilm-fanni rivojlantirish konsepsiyasini qabul qilinishi, bunda bosqichma-bosqich oliy ta'limdan keyingi bosqichda ilmiy darajalar, ilmiy unvonlarni olish hamda fanni har bir sohasini rivojlantirishda bu muhandislik sohasi bo'ladimi, STEM yo'nalishi, texnika yo'nalishlarida, aniq fanlarda ham qizlarimizni mana shu yo'nalishlarda o'qishiga urg'u berib kelinmoqda. Xususan bugungi kunda mana sun'iy intellekt masalasi ham dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda. Va bu borada ham IT yo'nalishida qizlarni ta'limga kirib kelishi, dasturchi qizlarni qo'llab-quvvatlanishi muhim sanaladi. Misol qilib oladigan bo'lsak, 2030-yilgacha gender tengligiga erishish strategiyasida 2030-yilda 3700 ta PhD darajasiga ega bo'lgan xotin-qizlarni ulushini ko'paytirish va Doctor of Science yo'nalishida 1400 ta fan doktori ayollarni ulushini ko'paytirish kun tartibiga maqsad qilib belgilangan. Va so'nggi yillarda ham bu ko'rsatkich 48% ni tashkil etmoqda. Bu raqamlarda 2030-yilgacha 21-yilda qabul qilingan bo'lsa strategiya, unda ayollarimizni fandagi ulushi aytaylik 22% dan oshiqroq edi. So'nggi yillarda bu 48% ga ko'tarilganligini ko'rishimiz mumkin. Bugun ayollar haqida to'lib, toshib, jo'shib gapirish mumkin. Avvallari rahbar ayollarni biz juda ham kam uchratardik. Bugunchi bir katta tumanni hokimi ayollar. Bu misollarni juda ham ko'p keltirish mumkin. Avvallari magistratura yo'nalishini kamdan kam qizlar tugatishardi. Shunchaki bakalavr yo'nalishi bilan tugatishardi ilm yo'lini. Bugunchi hatto doktorantura yo'nalishiga ham qadam qo'yib, o'zlarini ilm yo'nalishida sinab ko'rayotgan olima qizlarimiz, olima ayollarimiz safi kundan kunga kengayib boryapti. Bularning barchasi davlatimizda, jamiyatimizda ayolga bo'lgan munosabatning natijasidir. Mana shunaqa yutuqlarni gapirar ekanmiz, o'z-o'zidan shu millatni bir ayoli sifatida ichki hissiyotlarni jilovlay olmaslikni tuyaman. Men ham shu millatni bir bo'lagi, bir vakilasi, ayoli ekanligimdan faxrlanib ketaman. Bu o'zbek ayoliga bo'lgan chinakam g'amxo'rlik.
Esingizda bo'lsa, bundan bir necha yillar avval qiz bolaning magistratura yo'nalishida o'qishi oila budjetiga sezilarli darajada o'zini ta'sirini ko'rsatardi. Bugunchi, bugungi natijalar, bugungi imkoniyatlar bu lahzalarni tarixga aylantirdi. Bugun qizlarimiz magistratura yo'nalishida bemalol, bepul tahsil olishlari mumkin. Ayting, bunday imkoniyat yana qay yurtda bor? 2024-yilda Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindoriman. 2023-yilda O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida magistratura bosqichini yakunladim. 2022-yil o'quv yilidan boshlab magistratura bosqichida ta'lim olayotgan xotin-qizlarning kontrakt, ya'ni shartnoma to'lovlari davlat tomonidan qoplab beriladi degan imtiyoz, aynan mana shu imtiyozdan foydalangan ayol sifatida ayta olaman. Ya'ni biz aynan o'sha paytda yosh oila ham moddiy imkoniyatlarimiz ham ma'naviy tomondan baribir hali yosh oila jamiyatga endi qo'shilib, endi o'zini yo'lini topib olishda qaysidir ma'noda tirgaklar, tayanchlar kerak bo'ladi va mana shu jarayonda bizga aynan davlatimiz tomonidan yaratilgan mana shu imtiyoz bizga juda katta rag'bat bo'ldi. Farzandlarim imtiyozli ravishda bog'chaga qo'ydim. Islohotlar qayerda ko'rinadi degan bir savol, dolzarb savolga javob beradigan bo'lsak, islohotlar oilalarda, xotin-qizlarimizning hayotida yuz bergandagina, sezilgandagina ana shu amalga oshgan hisoblanadi-da. Aynan mana shu yilda rag'bat sifatida, bizni imtiyoz sifatida aynan mana shu ikkinchi bosqichdan boshlab davlat tomonidan bizga to'lab berilgani hamda farzandlarimni o'sha imtiyozli ravishda bog'chaga qabul qilingani bu menga har tomonlama kuch berdi. Ya'ni o'z ustimda ishlashga, ilmiy ishimni puxta himoya qilishga yordam berdi va o'yladim, demak ilmiy ishimni davom ettirsam bo'ladi. Ishlarim ko'payib, tig'iz bo'lgan paytlarda prezidentimiz bir so'zlari yodimga kelaveradi. Ro'zg'or ishlaridan, farzand tarbiyasidan ortib ta'lim olayotgan hamda mehnat qilayotgan, shuning bilan birga tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan xotin-qizlarimiz, zamonamizning xotin-qizlari chinakam qahramonsizlar degan bir fikrlarini esimga solib, yana oldinga intilishga yangi kuch, yangi rag'bat beradi. Ayni paytda O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida mustaqil tadqiqotchi sifatida ilmiy ishimni davom ettiryapman. Ko'p o'zim dugonalarim bilan yoki bir davralarda ko'rishganda bir-birimiz bilan fikr almashamiz, muloqot qilamiz. Yangidan yangi g'oyalar tug'ilganda to'xtab qolmaslikka, yana intilishga harakat qilamiz. Bu nima uchun bizga kuch beradi? Mana shu yaratilayotgan imkoniyat bizning hayotimizga kirib keldi. Bugun kundalik turmushimizda shu imkoniyatdan foydalanish zarurati kundalik turmushimizda bor. Ya'ni biz qaysidir tashkilotga borib bizga imtiyoz bering deyishimiz shart emas yoki qaysidir bir davlat idorasi eshigida masalan mana bu imkoniyatimni amalga oshirishga ko'mak bering deyishga bizga hozir hech qanday to'siq mavjud emas. Demakki, islohotlar natijasi mana shunda deb bilaman. Ehtiyojmand oila vakillari uchun, ota-onasidan ayrilgan qizlar uchun qo'shimcha grantlar, 7 yil muddatga foizsiz ta'lim kreditlari ajratilgan. Xulosa qilib aytish mumkinki, demak, ta'lim olishda hech bir qiz e'tibordan chetda emas. Avvallari ayollarni ko'proq pedagogika yoki tibbiyotda ko'rardik, ammo yangi O'zbekistonning zamonaviy olimasi bu IT muhandis, biotexnolog, sun'iy intellekt mutaxassisi va yashil energetika tadqiqotchisidir. Tan olish kerak. Xotin-qizlarning ilm olishini rag'batlantirish va ularga ko'mak berish maqsadida joriy etilayotgan bunday imtiyozlar shu paytgacha mamlakatimiz tarixida kuzatilmagan. Ming shukrki, bugun ayol olima nimalarga qodirligini namoyon etmoqda. O'sha bakalavr yo'nalishi va magistraturaga kirishlarda bepul kreditlarni ajratish, shu bilan bir qatorda magistratura to'lovlarini, kontrakt to'lovlarini davlat byudjeti hisobidan qoplash masalasi va shuningdek olima ayollar jamiyatini tuzish masalalari ham kun tartibiga qo'yilgan. So'nggi 3 yil davomida amalga oshirilgan chora-tadbirlar o'z samarasini berib kelmoqda. Eng muhim o'zgarishlardan biri, mana barchamizga ma'lum, ehtiyojmand oilalardan bo'lgan xotin-qizlar uchun davlat grant asosida maxsus ta'lim grantlari mavjud edi. Mana shu grantlar 2 baravarga oshirildi, ya'ni
2000tadan 4000taga yetkazildi. Agar 2021-yilga solishtiradigan bo'lsak, bu ko'rsatkich 4 baravarga oshganini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda mutaxassisligi bo'yicha 5 yil mehnat stajiga ega bo'lgan, lekin oliy ma'lumotga ega bo'lmagan xotin-qizlar uchun ham aynan belgilangan maxsus to'lov kontrakt asosidagi davlat kvotalari 500tadan 2500taga yetkazildi, ya'ni qariyb 5 baravarga oshirildi. Bu ham bo'lsa, mana shu ayollarni ta'lim olish, ularni oliy ta'lim bilan qamrab olishga qaratilgan muhim o'zgarishlardan biri hisoblanadi. Shu bilan birgalikda hammamizga ma'lum, shu xotin-qizlarni ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha ta'lim kreditlari alohida ajratilgan, 7 yilga foizsiz va bu yo'nalishda ham qariyb 200 mingga yaqin xotin-qizlarimiz mana shu imkoniyatdan foydalanib, bugun professional ta'limda va oliy ta'lim muassasalarida tahsil olmoqda. Magistraturada tahsil olayotgan xotin-qizlarni davlat tomonidan shu to'lov kontraktlarini to'liq to'lab berish masalasi ham bugun ilmiy darajada ayollar ulushini oshishga munosib hissa qo'shmoqda. Nega deganda bilamizki, magistratura bu o'sha bakalavr va doktorantura o'rtasidagi shu ilmiy salohiyat, ilmiy daraja olish uchun bir ko'prik vazifasini bajaradi va mana shu ayollar uchun yaratilgan imkoniyatlardan samarali foydalangan holda xotin-qizlar ulushi ilmiy doiralarda oshib bormoqda. Yaqinda STEM akademiyasi degan bir ilmiy munozaralar dasturida ishtirok etdim. Bir haftalik onlayn o'qish bo'ldi. Mana shu jarayonda 400 dan ortiq talaba onlayn ishtirok etdi. Ya'ni uni orasida farzand tarbiyalayotgan hamda o'sha oliy ta'limdan keyingi ta'lim bosqichida faoliyat olib borayotgan, ilmiy izlanish olib borayotgan o'nlab, yuzlab qizlar bilan tanishdik. Ularni birini so'rasangiz, biri davlat mukofoti sohibasi, yana biri qaysidir ilmiy ishiga patent olgan qizlar, yana biri STEM yo'nalishida o'zini sinab ko'rayotgan, yana biri IT sohasida sinab ko'rayotgan qizlar. Ta'kidlangan edik, bugun qizlar faqatgina pedagogika, tibbiyot, ijtimoiy sohalar emas, ilmiy va aniq sohalarga ham o'zini qo'rqmasdan sinab ko'rib muvaffaqiyatga erishmoqda. Mana shu iste'dodli qizlar nafaqat O'zbekiston darajasida, balki mintaqaviy, Markaziy Osiyoda va butun dunyoda e'tirof etilayotgani bizni quvontiradi. Bir eshitamiz, o'zbek qizi dunyoning top 10 talik arxitektorlar nomiga kiritilgan. Yana biri esa nufuzli universitetlarda ta'lim olyapti. Nufuzli tanlovlar g'olibi bo'lgan xotin-qizlarimiz bor. Ularni faoliyatini o'rganganimizda ijtimoiy sohalar emas, aynan aniq sohalarda, axborot texnologiyalari, zamonaviy arxitektura, dizayn sohalarida ham o'zlarini muvaffaqiyatlari bilan dunyo ilm ahlini ham o'ziga jalb etayotgan qizlarimiz, ayollarimiz ko'pligi nafaqat bizga rag'bat beradi, nafaqat bizga ham mana shu yo'nalishda intilishimizga yordam beradi, balki ularni butun dunyoda O'zbekiston bilan birga o'zbek qizi degan bir nom bilan tilga olinishi g'urur iftixorga ham to'ldiradi. Ayollarning jamiyatda tutgan o'rni, ularga berilayotgan e'tibor kichik jarayonlarda ham o'z-o'zidan namoyon bo'ladi. Bugun qisqa bir lavha misolida sizga mana shu jarayonni namuna sifatida ko'rsatmoqchimiz. Bu jarayonda biz o'zimiz ham ishtirok etganmiz. Hozir biz qizlar ibosi millat libosi ko'rik tanlovidamiz. Ya'ni bu jarayonda juda ham ko'p tashkilotlar hamkorligida ayollarga, xotin-qizlarga keng sharoitlar taqdim etilgan ko'rik tanlov jarayonida ularni mahoratlari namoyish etiladi. Shu bilan birgalikda ularga qo'llab-quvvatlovchi mukofotlar ham taqdim etiladi. Mohira opa, jarayonlar qanday bo'lyapti? O'zi bu tanlovni tashkil etish g'oyasi qachon paydo bo'lgan? Bu yil yana ham ko'lami kengayib, tashkilotlarimiz, hamkor tashkilotlarimiz ko'payib boryapti. Albatta, bu tanlovimiz bizni o'sha tashkilotimizning eng katta loyihalaridan bittasi. O'tgan yillari biz talaba qizlar o'rtasida o'tkazgan edik va bu gal bizga shunaqa taklif tushdi, tadbirkor qizlarni, ayollarni ham qo'llab-quvvatlash, ularni ham mana shu milliylikka bir qiziqtirish, targ'ibot qilish maqsadida bu yil Toshkent shahridagi barcha tumanlardan bittadan tadbirkor qizlarni taklif qilganmiz. Mana hozir ular 4 ta shart bo'yicha bellashishadi.
Mohira opa, o'zingiz ham nihoyatda faol ayolsiz, jamiyatda ham, oilada ham o'z o'rniga ega ayolsiz. Umuman o'zbek ayollariga bugungi kunda qay darajada g'amxo'rlik, qay darajada e'tibor berilganligini, davlat miqyosida qaralayotganligini o'zingizni hissiyotlaringiz bilan qanday ifodalaysiz? Albatta, biza boshlagan paytlarimizda bunaqa imkoniyatlar yo'q edi. Bundan 15 yil, 10 yillar oldin juda ham qiyinchilik bilan mana shu darajalarga kelganmiz. Hozirgi kunda davlatimiz tomonidan tadbirkorlik qilaman deb bir qadam tashlagan har qanday ayolga, ayniqsa ayollarga juda ham zo'r imkoniyatlar berilyapti. Ularga har tomonlama o'sha qo'llab-quvvatlanyapti, subsidiyalar, kreditlar ajratilyapti. Ularni o'qityapmiz. Biz ilgari ustoz topa olmasdik. Hozir kim nima kasb xohlasa, bitta emas, bir nechta kasblarga o'rgatyapmiz ularni. Faqatgina o'sha ayollar ham mustaqil o'zlarini o'sha moddiy erkinlikka ega bo'lishlari. Ziyodaxon opa, taassurotlar, imkoniyatlar, hissiyotlar. Ana bugungi kunda juda ham xotin-qizlarimizga juda katta imkoniyatlar yaratilyapti. Bu maskan, oila va xotin-qizlar maskani. Mana shu maskanda ayniqsa ayollarimiz, uyda o'tirgan bekalarimiz kelib o'rganishadi, bilimlarini oshirishadi va yoshlarimiz, hayotga endigina qadam qo'yayotgan yoshlarimizga biz o'sha bilim, tavsiyalar berish orqali ularni oilani tinch, totuv yashab ketishi uchun ham demak tuman ota-onalari, imom xatiblari hamda psixolog mutaxassislar bilan birgalikda tadbirlar tashkil qilinadi. Ziyodaxon opa, albatta oldingizga juda ham ko'p ayollar, onalar kelishadi. Bugungi kunda mana aynan talabalik baxtiga muyassar bo'lish u qadar qiyin, mushkul vazifa bo'lmay qoldi. Ayniqsa shuni ta'kidlash kerakki, yurtimizda, menimcha dunyoda balki bu yagona imkoniyatdir deyman. Talaba qizlarni o'qishi uchun qancha sharoitlar bor. Bundan tashqari grantlar taqdim etilishi, hattoki magistratura yo'nalishlarida bepul o'qish imkoniyatlari. Bu haqiqiy g'amxo'rlik. Mana shunaqa yo'nalishlardagi muvaffaqiyatlarimiz haqida ham gapira olasizmi? O'zingizni tumaningiz misolida. Bizni tumanimizda ham Toshkent shahridagi barcha tumanlardagi iqtidorli qizlar tanlov asosida ularga shu o'qishlarini davom ettirishlari uchun alohida grantlar ajratildi. Undan tashqari qizlarimiz bakalavrini tugatib, ayniqsa biz ko'rishimiz mumkin, ayollarimiz uyda o'tirishadi. Shu kelinlarni ham, uyda o'tirgan kelinlarni ham yanada bilimini oshirish uchun magistratura yo'nalishlari bo'yicha mana grantlar ajratildi. Har bitta ayol uyida farzandini katta qilar ekan, mana shu farzandiga ilmli bo'lsagina, bilimli bo'lsagina farzandini yanada tarbiyalashiga juda katta hissa qo'shadi. Qizlarimiz qiynalishayotgani yo'q. Agar biz bularga shunaqa imkoniyat yaratyapti, men har doim aytaman, shu imkoniyatdan hammamiz foydalanishimiz kerak. Qizlarimiz ko'pchiligi o'rta maxsus bilan ishga kirishgan, lekin mana hozir bu yilda qarab turib aytamanki, 4-kursni bitirishdi ular. 4 yil davomida biz kelinglar, o'qishga kiringlar, vaqti bor, hamma sizlarga sharoit yaratib berdi dedik, mana o'qishyapti qizlarimiz. Ilm faqat diplom yoki unvon emas, u jamiyatning ma'naviy immunitetidir. Shu maqsadda tashkil etilgan Oqila ayollar harakati bugun mahallalardagi ijtimoiy muhit barqarorligi, yoshlar tarbiyasi va oilaviy qadriyatlarni raqamli dunyo tahdidlaridan himoya qilishda vijdon ovoziga aylandi. Ushbu harakat vakillari ajrimlarning oldini olish, qizlarni erta turmushga berish illatlariga qarshi kurashish va ularni kasb-hunarga yo'naltirishda eng yaqin maslahatchi bo'lmoqda. Hozirgi kunda respublikamiz bo'ylab 200 mingga yaqin oqila ayollarimiz barcha faoliyatda Oila va xotin-qizlar qo'mitasining xodimlariga, tizim xodimlariga yaqindan yordam berishmoqda. Respublika darajasidagi oqila ayollarimiz bir nechta yo'nalishlarda faoliyat olib borishmoqda. Bular sog'liqni saqlash yo'nalishida, oliy ta'lim yo'nalishida, ya'ni qizlarimizni ilmli, bilimli, olima bo'lishlariga yaqindan yordam berishmoqda. Shu bilan birgalikda huquq targ'ibot yo'nalishida ham oqila ayollarimiz faoliyat olib borishmoqda. Oqila ayollarimizning asosiy vazifalari bu xotin-qizlarimizni hayotda o'zlarini o'rinlarini topishlariga, hayotda baxtli bo'lib, hayotda bir shukronalik kayfiyatida yashashlariga yaqindan yordam berishdan iboratdir. Qisqa lo'nda aytganimizda,
oqila ayollarimiz mahallalardagi xotin-qizlar faollari bilan birgalikda barcha xonadonlarga kirib borishmoqda. Barcha xonadonlardagi xotin-qizlarning muammolarini, dardlarini eshitishmoqda. Yana bir narsani alohida aytishimiz kerakki, har bir tuman va shaharlarda hozirgi kunda Oila va xotin-qizlar qo'mitasining tashabbusi bilan oila va xotin-qizlar maskanlari tashkil etilgan. Mana shu maskanlarda ham oqila ayollarimiz shu maskanni yuritish faoliyatiga yaqindan yordam berishmoqda. Tazyiq va zo'ravonlikka uchrayotgan ayollarimiz deymizmi, yoki huquqiy bir yordamga muhtoj bo'layotgan ayollarimiz. Xullas, bu oqila ayollarimiz nafaqat muammolar, balki ijobiy yo'nalishda ham o'zlarining fidokorona mehnatlarini ko'rsatib kelishmoqda va oilalardagi ijtimoiy, ma'naviy muhitni yaxshilash, oilalardagi ota-ona bilan farzand o'rtasidagi muammolar, mas'uliyatli ota-onalik masalalari bo'yicha ham demak targ'ibot va tashviqot ishlarini olib borishmoqda. Bu oqila ayollarimizning respublika darajasida, demak respublika darajasida, viloyat va hududiy darajalarda ham dastlab bularning bir nafardan yetakchilari saylab olingan, ya'ni bular 3 yil muddatga saylab olinadi va bu yetakchilar rahbarligida faoliyat yuritayotgan oqila ayollarimiz hozirgi kunda har 6 oyda eng namunali, eng faol va ish faoliyati jarayonida samarali natijalarga erishgan oqila ayollarimizni rag'batlantirib borish ham yo'lga qo'yilgan. 2025-yilning 6 oyi yakuni sarhisoblariga ko'ra 468 nafar oqila ayollarimiz Oila va xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan moddiy tomondan rag'batlantirildi. Mana hozirgi yil yakuni bo'yicha ham hozirgi kunda shu jarayonlar olib borilmoqda. Ya'ni 6 oy mobaynida, yil mobaynida o'zlarining ish faoliyatlarida bir samarali natijaga erishgan oqila ayollarimiz shu komissiyaning xulosalari, yig'ilish bayonlari asosida ularni rag'batlantirish jarayonlari uchun hozirgi kunda biz ish olib bormoqdamiz. Yaxshi bir natijalarga erishgan, yaxshi bir ko'rsatkichlarga chiqqan, ya'ni tarbiyasi og'ir bo'lgan qizlar bilan ishlab turib, ularda bir hayotida, fikrlashida o'zgarishlar qila olgan va ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalarni yarashtira olgan, tazyiq va zo'ravonlik sodir bo'layotgan oilalarda ham ijobiy o'zgarishlarni hal qila olgan oqila ayollarimizni biz davlat mukofotlariga tavsiya etib boramiz va mo'tabar ayol ko'krak nishoni bilan ham mana 8-mart bayrami arafasida ularni taqdirlash choralari ko'rib boriladi. 2030-yilga qadar O'zbekistonda shu davlat fuqarolik xizmatida xotin-qizlar ulushini 40% ga yetkazish, lekin buni o'sha har yili ma'lum bir maqsadlarga erishish masalasi yoki bo'lmasa milliy kadrlar zaxirasida xotin-qizlar ulushini ham 40% ga yetkazish masalasi. Yoki bo'lmasa mana joriy yildan yana qayta faoliyati tiklangan Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasida magistratura bosqichida tahsil olish imkoniyati yana qayta tiklandi va bu yo'nalishda ayollar ulushini 30% ga yetkazish masalasi. Demak, bu belgilangan kvotalar ayollarimizga bir imkoniyat. Kelgusidagi bizni faoliyatimiz mana shu yaratilgan imkoniyatlardan barcha xotin-qizlar teng foydalanishini ta'minlash. Ya'ni bu orqali biz ko'proq targ'ibot qilishimiz nafaqat markazda, balki chekka hududlarda ham mana shu iqtidori, iste'dodi, imkoniyati bor ayollarimizga, xotin-qizlarimizga mana shunday mavjud imkoniyatlarni yetkazish va ularni eng yaxshilarini, eng munosiblarini mana shu lavozimlarga yoki bo'lmasam shu jarayonlarga jalb etish masalasi maqsad qilib qo'yganmiz. Albatta, ilm-fanga jalb etish masalasi bugungi kunda ham dolzarb hisoblanadi. Bugungi kunda IT yo'nalishida, sun'iy intellekt yo'nalishida yoki bo'lmasam STEM yo'nalishlarida ayollarni ulushini oshirish dolzarb hisoblanadi. Ya'ni o'sha matematika, tabiiy fanlar yo'nalishida ayollarning ulushini ko'proq oshirish yoki bo'lmasa har birimizni faoliyatimizga kirib kelayotgan sun'iy intellekt, axborot texnologiyalari yo'nalishida ayollarning ulushini oshirish masalalari ham bugungi kunda dolzarb va biz kelgusidagi faoliyatimizni ham aynan bugun nafaqat mamlakatimiz, balki jahon miqyosida dolzarb bo'lgan masalalarga qaratgan holda bu yo'nalishlarda ham o'zbek ayollarining qanchalik salohiyati, imkoniyati borligini namoyon etishga harakat qilamiz. Bir qo'li bilan beshikni, ikkinchi qo'li bilan dunyoni tebratayotgan, uchinchi qo'li bilan esa majoziy ma'noda ilm mash'alasini baland ko'tarayotgan o'zbek ayoli. Yurtimizda ayol baxtli bo'lsa, jamiyat baxtli bo'ladi degan ezgu g'oyani kundalik hayotimizning qoidasiga aylantirish, xotin-qizlarimizga munosib shart-sharoitlar yaratish dolzarb masala. Zero bugungi farovon hayotimiz ham, yorug' kelajagimiz ham baxtimiz ko'rki bo'lgan ayollar bilan chambarchas bog'liqdir. Ayol baxtli bo'lsa,
jamiyat baxtli bo'ladi. Ayol ilmli bo'lsa, millat yengilmasdir.